Selamünaleyküm kadırlı yurttaşlar, kadırlı dostlar. Birinci satıva çıkan xonadonimiz Urgench tumanına qarashli chakka qismida oladi azizlar. Sputnik poyatından o'tgandan keyin yaxshi niyat to'yxona orqa tarafında bir 200 metr gezsangizlar shu hovuzamizga yetib kelasizlar. Hem garaj qismi bor. Bir etaj atib qoldirgandan keyin ikki etajga mo'ljallangan azizlar. Plita bilan bosilgan bir garajning ustidan plita bilan, hem yuqoridan plita bilan bosilgan. Metropolitens ham yaxshi, gazsiz, suvdan muammosi yo'q. Shunchalik hammasi qo'yilgan. Ajoyib xonadon ekan, qurilishi mustahkam etib tiklangan. Bizda eng berimiz garaj qismi bo'ladi. 3,5-6 metr razmerda suv holatida turibdi. Yurib turgan plita bilan bosilgan. Garajning ustidan birdan to'g'ri bog'a chiqsangizlar ham bo'ladi. Bog' ham katta qolgan azizlar. Zo'r mestoda ekan, olib turib to'g'ri qurilish boshlab bersangizlar ham bo'ladi. Ikkinchi etajni davom ettirib. Bog'cha maktabdan ham problema yo'q, transportdan ham azizlar. Ko'rib turgansizlar. Ba'zilari yashag'anlar, konditsionerlar o'rnatgan ekanlar. Kirish eshiklari yarmadan, eshiklardan birimiz daloni bo'ladi. Katta dalon, 3,5 uzunasi bir 8 metrlarcha bor. 8 metrdan ziyodroq bo'lmasa, o'ng tarafimizda bu yerda suv cho'chiklari, rakovina mestosi, nasos qo'yganlar suv. Bu yerda demir kotyollar o'rnatilgan. Aynalar ak framlardan polni shpaklopkadan chiqib turibdi. Xonadonimiz baland solingan ekan. Yine plita bilan bosilgan ko'rinib turibdi azizlar. Bu yerda televizor zonasi, rozvetkalar ham qo'yib ketilgan. Bu tarafimizda esa zal qismi bo'ladi. Zalimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Zalimiz ham katta, eni 3,5, uzunasi 6 metr razmerlar bor. Aynalar ham plastik ramlarni yaxshisidan qo'yganlar. Xonadonimiz dokumentlardan muammosi yo'q. Aytib o'tganimizdek variantlar bor. Doma bir xona, ikki xona bo'lsa barter qilinadi. Kelishilgan holda, kelishilsa barter qilinadi, bo'lmasa sotib berasizlar. Puliniz 7000 kasa turib beradi bu 5-6 oy. Men mashinalar ham barter qilinadi. Birimizning oshxona qismi bo'ladi azizlar. Oshxona meni katta sploshni aytib qo'ydilar, o'zi bu yerdan bo'linishi kerak bo'lgan. Bu yerda lestnitsani mestosi o'yna, bu yerni gipsokardon bilan beklab qo'ydilar. Ikkinchida chiqadigan yerni. Bu yerda sanuzellar bo'ladi, bu yerda esa spalni qismi, bu yerdan hurmatli vatandoshlar, bu yerdan oshxonani bo'lsangizlar, bu yerimizda bir xona olsangizlar ham bo'ladi, kichkina bir xona. Spalniga ko'rsatib o'tamiz. Eshiklar MDF eshik, endi 3,5, uzunasi bir 4,5lar bor. Bu shpaklopkadan chiqqan registrlar ham bo'yning. Ajoyib xonadon. Bir qurilishni davom ettiradigan odamlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Shunday joylarni qarab yurgan vatandoshlar bo'lsa, bu yerimiz oyoq teglar ham kafel, devorlar ham kafel, patologlar plastik, vannaviy toza rakovinalar qo'yilgan, kir mashin to'siqchalar ham bor. Bu yanimizda ham bog' qismi bo'ladi. Bog'imiz ham katta. Mana giradan xota. Yani podvaldan bir yana chiqadigan xota. Polni xalasan zelyoniy zonat ko'rsatadi, xalasan qurilish essenzlar ham bo'ladi. Bu yan tarafida. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, xonadonimizni metropolitensini eslatib o'tadigan bo'lsak, Urgenchda Sputnik poyatından o'tgandan keyin yaxshi niyat to'yxona bor. Chavinizda shuni orqa tarafida, xo'jaliklar orasida, o'tirimli xo'jaliklarning yonida joylashgan 2 qavatdan mo'ljallangan. Pindamitlar ham podushkalar mustahkam etib qurilgan, ham garajga ega bo'lgan hovli joy bilan donishib o'tdik. Hozir bir qavat etib qoldirgan ekanlar, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hem shuning joydan qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, olib qurilishni davom ettiraman deb yurganlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar, barterlar bor, turib berar ham bor, hozir 7000 kasa bir 5-6 oy turib berarlar bor. Dokumentdan ham muammosi yo'q. Ajoyib metropolitens ham yaxshi, yo'ldan bir 200 metr giriladi. Qiziqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar, Mirkasini yanına olib kelamiz, o'zlaringiz savdolashib kelishib qolaverasizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.